Xo'sh, endi men sahnada turgan qiz-yigitlarga, ekran oldidagi do'stlarimizga programmamizning quvvati hisoblanadigan o'qituvchilarni tanishtirib o'tay. Mangli advokatlik ish o'rnining pishqan tajribalik advokati Xalida Abdulzadam. Xalidada qarshi olamiz. Sevimli o'qituvchimiz Xinjiang san'at sho'yanining professori Gulzar Temir muallim. Qarshi olamiz Gulzar muallim. Alqishliq psixika yetakchisi Ali muallim. Qarshi olamiz. Xo'sh, biz ekran orqali yigit qizlarning arxivini dastlabki qadamda bir ko'rib boqaylik. Birinchi nomerli qizmayir Alfira, 23 yosh, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchida kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. Ikkinchi nomerli qizmayir Almira, 24 yosh, yurti Kucha shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir Urumchida ma'lum o'rinda naqsh kasbi bilan shug'ullandi. Üçüncü numaralı Qizmayir Pari, 24 yosh, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq. Hozir kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. 4-numaralı Qizmayir Rashida, 30 yosh, yurti Qashqar shahardan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida tikkuchilik korxonasida ishlaydi. 1-numaralı O'g'ilmayir Mardan, 34 yosh, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri chiqishqoq. Hozir Urumchida bir shirkatda ishlaydi. 2-numaralı O'g'ilmayir Zikrullah, 25 yosh, yurti G'ulji shahardan. Mijoz xarakteri chiqishqoq. Hozir Urumchida yordamchi soqchi bo'lib ishlayotdi. 3-numaralı O'g'ilmayir Ali, 28 yosh, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida tantarbiya kasbi bilan shug'ullandi. 4-numaralı O'g'ilmayir Abdullah, 23 yosh, yurti Qashqar Yo'pirg'idan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida ma'lum o'rinda oshpazlik kasbi bilan shug'ullandi. Endi biz programmamızın tunji qadamini sizlar bilan birlikda boshlaymiz. Ya'ni tunji uchrashish. Qani qaysi yigit sahnamizga oldi bilan chiqadi? Zikrullah bugun programmamizga tunji qitim qatnashchi. Shu tunji qatnashib bilan tunji uchrashishning egisi bo'lib baqsin. Bu hayotga bir ta'laya, nurg'un tunjilarning sababchisi bo'lasizda bugun. Endi Zikrullah bu yoq tarafda 4 nafar qiz bor. Muşlarning ichida kim bilan paranglashib dastlabki qadamda tanishib beqishni xalovatsiz. Ben tunji qitim chiqishim bo'lgan unda sahnalarga. Hozir jiddiy shok bo'lyapti menda. Hech qisi yo'q. Biz to'g'ri tushunamiz, biz bunday kayfiyatlarga ko'p yo'liqdik. Endi mush chiroyli rang, chiroyli gul, chiroyli manzaraga qarshi odam bir xil kayfiyatda pasayib qoldi-ku. Mana o'ng tarafimda chiroyli qizlar bor. Xo'sh, kim bilan dastlabki qadamda muңdishib beqishni xalovatsiz qarab beqma? 2-numaradan paranglashib boqay. Ma'qul. Almira. Jiddiylashmay so'raygan savolingizni sorsangiz bo'ldi. Men buni so'rang tunji chiqqandan keyin sal jiddiylashish bo'ldi ekan deb to'g'ri tushunishingizni umid qilaman-da. Unda men so'rab boqayman. Sizmi shu odatda oilada masalan keyin turmush chiqib qolsangiz, mush oilada iqtisodni ayollar tutadi deganga qanday qaraysiz? Agar sizning kelgusidagi jo'rangiz sizga shunday talab qo'yib turib olsa, qanday qilasiz? Endi buning kelganda endi iqtisodning hammani biraqla o'zigilar berishmi tez yaxshi emas deb o'ylayman-da. Bagidek bo'lsa berishimiz kerak. O'zigilar tutsimi, o'zigilar bermasmiz balkim. O'zigilar bu boshqa buzib chashmagandan keyin deb o'ylayman-da. Unda sizniki hozir o'zingizning ayrim uy bormi yo cho'nglar bilan birmi? Yo'q, men cho'nglar bilan birga. Bo'ldi, boshqa so'raygan savolim yo'q. Bo'ldi, rahmat. İşkanlar 50 metrga yugurish musobaqasini tamomlab bo'ldinglarmi? Shundaq tez pulni kim tutdi? Cho'nglar tutsin bo'ldi. Bo'ldi, so'raydigan savolim yo'q degidi. Bu bir fursatdi u. Ko'nglinglarda o'ylagan, masalan, Almira siz G'uljiga berib baqqanmi? Berib baqqan. G'uljini yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'rmay, odat o'zim sayohat qilishni yaxshi ko'rmayman. Undaq bo'lsa G'uljining eng yaxshi ko'radigan bir yerini aytgan bo'lsangiz, Zikrullahga bir gap tip beradingizda. Zikrullah G'uljidan kelgan bo'lgandiki, "Voy, agar xohlasangiz men boshlay, sizni aylantiray" deyish bilan men ravoq fikr iqimi shakllanadi. Qarasab ishib qoldi shuni menmi jiqqa qilib ketmadim. Xijolatlantiruvchi bo'ldilar deb o'ylabsiz-da. Zikrullah, bu sahna mushundaq sahna. Siz qancha jiddiylashmay o'zingizning ishchiligini ayta olsangiz, balkim ko'nglingizdagi kelgusi nishon udulingiz tarafda turayotgan bo'lishi mumkin-da. Shunga fursatni atrofingizga qurdoshlaringiz bilan tang ching tutishingizni umid qilaman. Bo'ldi. Qani qolganlarmi? Savollaringlar bo'lsa,
udul tarafda turgan yigit qizlar bir-biringlar bilan tanışış isteganlar bo'lsa, vaqtni ching tutaylik. 3-numarani so'ray. Tinchlikmi? Tinchlik o'zingizcha. Yaxshi. Siz odatda nima qilishni yaxshi ko'rasiz? Men odatda mening kasbim basketbol bilan aloqadorchi. Shu odatga vaqt shu basketbol o'ynab, undan zeriksam shu moto o'ynab deganda boshqa yo'q. Siz odatda qanday o'zingizning xiyolda qanday qizlarni yaxshi ko'rasiz? Mening xiyolimda bo'lsa shu cho'nlar kuyimchan bo'lsa, japa tang bo'laydigan, alovat tang bo'ladigan bo'lsa, undan boshqa ortiq talabim yo'q. Bundan sizning uchun qarta bir talabingiz bormi, yo'qmi? Siz menga bergan ta'siringiz sizni yuvashdek ko'rdim, ishki mo'jaz. Rahmat. To'g'ri faraz qildimmi siz Chipari? Tunji uchrashish ba'zida odamni shunday qangirtib qo'ydi, ha? Nima deyishni bilmay, qarshi tarafga qanday ta'sir berayotgandiman deb, xiyol bilan nimani so'rashni unutib qoldi, masalan, Pari. Ali bu sahnaga nisbatan bak yangi mehmonmi emas, bir necha qatnashganligi uchun har holda ma sahnaning havosiga ko'nib qolgan. Ali endi ma qizlarni ko'ndirib eling. Bu holatda tursak biz vaqtni utamay qolamiz. Amsa hammanglarni to'xtamay so'zlashishga sababchi bo'lgan bizning ikkinchi bosqichimiz bor. U bo'lsa o'rtaq tunish hosil qilish. Endi bu bosqichda men yangi chiqqan Pari bilan Zikrulloh ishqinglarga azroq tushuntirish bergan bor. Ekranda video qo'yildi. Bu videoda ma'lum bir oila, ma'lum bir shaxslarning hikoyasi so'zlandi. Shuning qarta sizlarningki turmush, hayotga bo'lgan qarshinglarni so'zlasanglar bo'ladi. Shu videodan olgan ta'sirotlarni biz bilan o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Demak, qiz yigitlar o'zaro o'rtoqlashsizlar. Ma'lumlarmi gizkaginida sizlar bilan tang o'rtoqlashadi. Mana shunday bir bosqich. Undaq bo'lsa tayyorlig'inglar bitgan bo'lsa, ekran qaranglar. Menga tezroq qo'ylanmay. Bir ish qur kiyimamanga, yotishib mayli. Yotish ketmay shu. Hammasi do'stlarim pozor kiyib basma kon kiyimni kiyib bormama. Ash kiyimlaringga qaraydigan ash do'stlarim bo'l aralashmayli qo'ya. Voy sendan taq kiyimigan ish qapta, neni kiyimlaring turmamda. Men bir pul sipiramdim. Qipirsiz shu sizni qipirdi deb tekkan ekan. Qipirmay qanaqmoqchidingiz? Voy buni qipiray. Voy samlakarmi, kimlakarmi bo'ldi endi? Keymabdilar shu bir aqor kiyimni kiymayangi boyib ketasiz. Voy shuna qilmay. Shu Qiz ayollarning kiyim-kechak elish istigi bilan erlarning buningga bo'lgan azroq ko'ngil so'zlar ifodalangan bir videodek turdi, ha? Qanday o'yladinglar? Agar ash ayol o'zigidan tirishgan bo'lsa, balkim yo'lchiga unda egilib qolmay, o'zining xarajidan yo'lchiga o'zi elib kiyimni bo'lsa yo'lchiga berib bir xo'shal oilani qaytadan qurishga, oilasini texmi yaxshi davomlashtirishga bo'lgan bo'ladi. Lekin u ayol bo'lsa, sabr toqat yo'q yana birisiga faqat yo'lchimni qipirish kerak degan bir ideya bilan ekan. Shunga bu videoda men shuni tushunib oldimki, bu ayol tirishmaydigan yo'lchiga yo'llanib oldi. Pari, siz ayollar kiyim-kechiga setib chiqarsiz-ku deyman-a. Sizning xaridorlar iqimingizda qanday ayollar ko'proq? Mening odatda shu men setib olgan odat o'zlari tirishadigan ayollar ko'proq. O'zlari tirishadigan ayollar, o'zlari xizmat qiladigan, hamda uyda bo'lsin bekor o'tmay bir narsani setib degandek-ku, ashuna qiladiganlar jiqroq. Ha, demak, ularmi boshqa narsa setib chiqaruvchilar. Kiyimni sizdan oladi. Ha. Masalan, kiyimni bekrak chiq oldigan ayol xaridorlaringiz. Kiyimni bekrak chiq oldiganlar shu bo'ytaqlar jiqroq qildi. Bo'ytaq ayollarmi? Yaxshi bazoringiz bor ekanda bo'ytaqlarning sepida. Ya, undami emas, hamda hamma odamning o'zining erkinligi emas, lekin odatda ayollar kiyim-kechakni bekrak yaxshi ko'radi masalan. Shuna. Sizning kiyimlarni yaxshi ko'rgan ayollarni yaxshi ko'rgansiz? Chunki ular sizning kirmangizni ko'paytirib beradi-da. Ya, men unda emas ish qilib, topsammi, oz topsammi ish qilib, unda xaridorni rozi qilish asoschi. Puli bo'lmasmi ba'zilarga, ba'zida qiyinlaymiz. Azam bahoda o'zim akirgan bahodimni to'van beraydi. Chunki hozir shu pul topmoq oson emas madamga. Shunga tang tirishish kerak deb o'ylayman. Almira. Menimcha buni ko'rib qanday ta'sirotga ega bo'ldingiz deganda, bu ayol kishi biroz badxash. Ma er kishi anandikin ayolni hurmat qilmaydi.
iliqi betxajrek demdoq ayol kishini. Ashta bo'lgandan men o'ylayman ayol kishi bek qancha kiyimga amroq bo'lsin betxaj bo'lmasa kerak. Men odatda o'zimni elibetsam, men kiyim-kechakni bek yaxshi ko'rmayman. Men o'zimni bek yaxshi ko'rgachkim ya. Kiyim-kechakni grim buyumlar shunchalik yaxshi ko'rmayman, ammo men kiyim-kechakdan bek kerak. Ya'ni shu bozorda yangidan setib olib kiyishdan uyda barini yarashtirib kiyishni texim yaxshiroq deb o'ylayman. Shuning shu er kishining og'zi bek qattiq qo'pol demdoq. Ayolga bo'lgan muomalasi hamda unda deyishni ham hojati yo'q. U yerda bani kaysang bo'ldi-ku degandan xotinsizning kiyiming bo'lgandan keyin uyda jiq bo'lgandan keyin shuni yarashtirib kaysangmi bo'ldi-ku. Men hozir qilib beramsam cho'qimsan keyin qilib berma degan bo'lsa, balki u ayol kishimi erib unda demasligi bo'g'iydi deb o'ylayman. Menimcha bo'lsam da bu videoda ikkisining paralanish vaqti ozchu. Hamda ayol kishi kiyim-kechakka amroq bo'ladi. Hamda o'g'on balami hamda oddiysi menmi kiyim-kechak o'zi amroqchu. Men shuni o'rnida bo'lsam, chiroyli gap qilib, "Bo'pti, og'amsiz menga berib apkilli" deb berdim. Shu qizlarcha. Amaliyotda sal jilman sudek fikr beryapsizlar-da. Bu kiyim-kechak bizning turmush iste'molimizda bo'libmi ayollarga nisbatan eng yaqin turadigan iste'mol balkim kiyim-kechak bo'lishi mumkin. Yemak-ichmakdan qolsalar, bizning kundalik ehtiyojimizdan qolsalar, kiyim-kechakka nisbatan ayollar ham sezgur, ham chaqqon turimizda. Endi meningcha bu yerda ayblashga qaragan o'zinglarning dunyosidagi kiyimga bo'lgan qarshinglar, kiyim ilish istiginglar degandeklar o'rtoqlashsanglar bo'laverdi. Qandaqdir kim nim deb qala, men buldilar, kimlar o'xshashroq fikr qilib qo'ysam bo'ldi-ku, holatda emas, o'stadliroq fikr yurgizsanglar hech qisi yo'q. Xo'sh, udulimizda mana o'qituvchi degan salohiyatni qayirib tursak, ikki suyimli xonim o'ltiribdi. Ayollik sifatida bular ayollarning kiyim-kechakka intilish haqida qanday fikr yurgizdi anglab baqamsizlar? Ishqilinglar cho'qim amroq qo'dayman, Xalida Gulzar ma'lum. Bu videoni ko'rdik. Bu vallahi o'zing ko'z qarshini dedi. Mening ko'rganim endi choyjiq kiyim birga ayolning xizmati yo'q o'xshaydi dedim. Ham shu yo'ldosh apamisa bo'lmaydigan holat o'xshaydi. Endi hozir bizning jamiyatimizning taraqqiy qilib har xil chungodan didan kiyimlar chiq. Shuningga loyiq chiroyli yarashtirib kiysa, endi shu choyning jiqligi har bir choyda bir yangi kiyim kiydigan odamlarmi chiq hozir. Biroq shuningga yarasha menimcha azan ham chiroyli o'ziga yarashadigan kiyimni turmushga qavroq ish qilganmi yaxshi. Men bu azaldan pek ming bar izdish ketmayman. Chunki kiygan kiyimim o'zimga yarassalar. Bo'ldi deydigan bir ideyam bor. Ashularmi, bundan keyingi bolalarmi o'zining turmushiga veqib, yotgan veqib uzat deydigan bir gapimiz bor. Shuningga mening ta'sir shunda osonlar bo'g'idek demakchi. Ularning turmushi ashta bo'lib ketgan endi. Shuning kunib ketdi. Ular uni deb bundab yana inoq ittifoq o'taverdi turmushini. Biz shu qana qilamiz, shu o'zimizga loyiq kelgan, chiroyli yarashgan, xuddi Almira degandek, bani yarashtirib kelsak yana yaxshi. Biz hozir bani yarashtirib keldik bo'lsa-da, o'xshashligim. Rahmat. Rahmat. Mushu ayollar har qanday ayol o'xshash deyman. Ayollarning kiyimi mengu yetmaydi. Ishqavdi mengu bir qur kiyim kam. Mengu yetmaydi. Har qanday ayollar bilan o'tirib paranglashgandan keyin ba'zi do'stlarimning kiyimi nech ishkaplarga yetmay, nech bo'plarda bir yerlarda turdi u kiyimlarni. Chunki biz 20-30 yil do'st bo'lgandik ekan, nimasi bor, nimasi yo'qligini bilmiz, lekin yana bugun kiyaysam tuzuk kiyimim yo'q deydi. Shuningga o'xshash. Endi mundaq bir necha o'ringa o'g'illarga gap qilay, bir necha ishlarda ayollarga bir qur kiyim apamsangli bo'lmaydi. Nimishqa deganda, biri mushu o'zinglarniki yaqin urug' tuqqanlarniki to'y to'kin bek muhim deb qaragan, mushu sizlar to'y qilgan shu ayolinglar shu yerda muhim rol o'ynaydi deb qaragan yerga
şu ayalning kirimi bo'lsin, bo'lmasin, şu ayalimga bir yurish, kiyim apraychi demisanglar bo'lmaydi. Shu chaqdimi kiyimni qisib qasanglar, bu endi o ayalga nisbatan endi bir yo'lanchik arim bo'lanmaydi deb o'ylayman. Endi ayollarning bak çayları jiq, endi u yerlarga çaylar varmat, ushaq-tushaq, bayram, yangi yil u bu deb hammasında eliversin bo'lmaydi. Gulzar malim nayt to'g'ri dedi. Yotgan qarab tutsunish kerak. Onun ustiga ba'zi ayollar jo deganda men bu ishladim undaq dialoglarni o'zining kirmiga baxmaydi. İşlayotgan, olayotgan maashi 3 mingga bormaydi. Özünün inovatdagi kartlarini mo kiyim kiyib tugitib, yana voy adishim mundaq yerga boratdim, bugun zodi kiyib kelmasam bo'lmaydi. Pulimiz badiz, pulum yo'q deb inovat kartangni bagina deb inovat kartasini elib 20-30 ming yuanni xashlab etib, uni to'lamagandikan 20 ming yuanlik inovat karta 30-40 ming yuanga chiqib ketib, uni to'lamay, masalan 20 ming yuan ag'antim, sen 20 ming yuan to'lab bersam bo'ldi deb o'sim chiqib ketgan, uni to'lamay, yaqin do'stlar o'tirsida arz qilishib bir-birini ashna bu ketgan ishlar bor. Munda xo'p ketsa, yotgan qarab tutsunimiz bo'lmaydi. Bir oilani vayron qilishdan boshqa do'stlar bilan munosabatni pikak qilib Endi ma ayolning gapiga qarsam, siz epirsiz zodi bir choyga nang gapin qildimi? Masak gapni qildimi ayollar? Epirsiz deb shunda dedi. Kiyimlaring jiqqu deb shunda dedi. Hozir bir do'yinda bir film chiqqanda men ko'rib kulib ketdim. Bir ayol mening kiyimim yo'q degan, sening kiymang yo'qmi? Maqula deb ayolni o'tag'iz qo'yib yo'ldishi ilqi kishkapdagi kiyimlarning hammani otqanda ilqi kiyimlari ayolni ko'mib qo'ydi-da. Shuningga o'xshash seniki nechqur kiymang turmamdi deb ashna dedi. Almira naytdi o'pdan qildi. Ammo Almira bu qizlar ilqi nayt tirishchan qiz bo'lganchi bu. Biri girim setib, pul tepib, yana birisi oqshomlari ash klublarda naqsh etib, bularning hammasi turmush uchun qo'y hamdi. Unda bu g'ashqa bu qizlar o'zi topgan pulni iqtisod qilishni bildi. Shunlashqa men ayollarni ishlasin deyman. Nimishqa deganda ayollar iqtisodda erlar bilan baravar bo'la oladi. Iqtisod mustaqil bo'lgan ayol. Iqtisod mustaqil bo'lmaydi ekan, u er ayollarning baravarligini so'zlatish mumkin emas. Cho'qim u erga tayindir. Shunda bo'lg'achqa bir qur kiyim uchun erga tayinib bangzadi epamsan bo'lmaysa, akish o'g'andi ekan desa, akishning oladigan maoshi tayinliq. Shunlashqa ama shunda ahvollarda endi yaxshizadi men kiydim, xalqlar o'xshash kiydim desa, shu kiydigan ayollar bilan o'xshash tirishishi kerak ayollar. Endi bir yılda bir neçe mühim işler buldu. Şununla erler kiyimini, girim buyumlarını epesa buldu. Hem de kirmi yok ayarlar nispeten. Lekin her çayga men zaten sanki jenini kögüzüp onda kılmansa ermo yerip kalıdı bir gün kelgende. Anda asta bu iqtisat ailesiga ta'sir ko'rsatdi. Hem kiyim kiyecekka haddidan ortiq pul xarjlab etish pul isrofchiligi bo'ldi. Hakikaten pul israfçılığı. Aşna ornada, aşın xarjlagan pulni kelgusi bolalarniki tarbiyalanishga xarjlasa, onun da unum yaratadi. Rahmat Xaldada. Endi bu masalada bu odamlarning o'xshamagan odamlarning ansirash nuqtasi o'xshamaydi. Ba'zidamlar ansirgan narsalarni, ba'zidamlar bir xil bema'ni his qildi. Masalan, ba'zi odamlar kuz chirachimay mashinasini qishliq chaqni almashtirish to'g'risida g'am qildi. Qish chiqetmay bu qishliq chaqni yozliq chaqqa almashtirish uchun g'am qildi. Bu ansirashlar amaliyotda bir xil bema'ni tuyuldi cho'mon menga. Chunki men bundaq ta hozir qadar men qishliq chaq, yozliq chaq degan narsani o'ylab boqmadim. Nurg'un do'stlarim menga tiylikka sanqanda qilsa, bunda dedi. Men menga nisbatan u bir hech qanday bir zurut yo'q deb o'ylayman. Ham hozir qadar tiylik etib boqmadim. Ammo bu yerdagi masala nima deganda, bu odamning ansirash nuqtasi shunday bir kichik ishlarnimi ansiraydiganlar bo'ldi. Ham ba'zi odamlarning xushalliq nuqtalari o'xshamaydi. Ba'zi odamlar ba'zi ishlardan xushalliq topsa, ba'zi odamlar uchun bu bir zerikishlik tuyulishi mumkin. Masalan, bir odam bog'chada o'tirib, huzurlanib xushallik o'tasa, yana bir yosh bola uchun u bir zerikishlik ishdek tuyulishi mumkin. Endi bu videoda chu deganda o'xshashlar bu ayolning shu yangi bir so'ringa kiyim kiygiz keldi hamda buni bu ergiz tushunmaydi.
agar kiyim bilan o'ylasa, bu ayolning qanchalik kiyim kiyishga bir xil intilayotgan hissiyotini bu erning tushunish mumkin emas. Buni tushunish uchun bu buni tamakisiga selishtirish kerak. Masalan, bu tamak chekdi, bir soatga yana cheksa, bu ayol, "Voy, bayatdan birini chekdingiz-ku" desa, anandan bu ayolning kiyim ba turibmi, yana kiyim og'isi ba hissiyotini andan tushunaladi demakchi. Agar bu xil holatda selishtirib tushunmasa, bu hargiz bu ayolning kiyim og'isi ba, qanchalik kiyim elishga bir xil taqazzo ulab ketib qolganligi, bir xil kiyimni olmasa, xuddi mush erni 2 soat tamoq chekma degandek titit bo'lganligini u hargiz demos his qilolmaydi. Amaliyot bu deganlik hargizmi ba kiyimni eleyversang, to'g'ri tamoq chekivas to'g'ri emas. Shiklisning amaliyoti hech qanday farqi yo'q. Xuddi bir tamoqni to'xtamay chekish orqali o'ziga bearamlikni bosqanga o'xshash bir ayol kishi amaliyotda kiyim kiyish orqali xushallik izlamayotidi, o'ziga bearamlikni vaqtincha nima ish qildi bosidi. Bu shiklisning o'zi amaliyotda odamlarning ishki dunyosiga bearamlikni besish usuli o'xshash taktikasi. Bu xil ahvolda qanday qiladi? U bir umr tamoqni tashlayolmaydi. Mau bir umr nimasi kiyim tashlayolmaydi. Natijada iqtisodiy va nurg'un jihatdan bu bearamchilik mangu tugaydigan gap. Shunga bizning asl to'g'risi nima? Hamda to'g'risi bor, foydali usul bor, ammo buni odamlarga undaq o'ng'aylam deb tushundirib bo'lmaydi. Xuddi bir er kishini tamoq tashlatqish qancha qiyin bo'lganga o'xshash bir ayol kishinimi kiyim kiyishdan voz kechirish degan bu to'limi bir ta'sir. Unda olgandan biz ba'zi narsalarni kishilar qilolmaydigan narsalarni demasligimiz mu bir yaxshi tanlash. Chunki siz uni dedingiz, desangiz u qilolmadi, ondan qilayotganning xatoligini bildi. Shuning bilan bu yerda bir xil o'zining ritmli turmushidimi dolqin paydo bo'la qoldi deganga. Rahmat Ali. Ben bir videoda ko'rib, kulib ketib ekanman bir mazmunni. Kiyim og'iz kep ketgan ayol ichirqab ketgan shirg'a o'xshab qoladi deb. Bir o'ylasa bak oshirib aytgandek, bir o'ylasa azroq yaqin kelib qolgandek. Endi bu bir qisqa video orqali balkim o'rtaq tushunchanglar, ya'ni yetarlik bo'lmagandek his qildim. Ustozlarning yetaklashi bilan ma'lum bir nuqtaga kelib to'xtadinglar. Lekin udul-mudul qaragan vaqtinglarda kim kimni tanlaydi, kim kimga ko'ngli zarqisi bo'ladi, kim kimdan nima so'rg'isi bor texi u yerga kelgandek emaslar. Sizlar izchil kayniga dajivatsizlar, men sizlarni tortyapman. Mandaq bek tatqushlab kelsak, ikki taraf tang moslashmasak, o'ttirliqdagi zanjir uzilib ketib qolmasin. Mening kuchim yetmay qolmasin, ha? Men undaq bo'lsa o'rtaq savol tashlash orqali sizlarning orliqinglarni yaqinlashtirishga tirishib baqay. O'g'illardan 3 savol so'rayman. Qo'l ko'tarish orqali hukm qilsanglar bo'ladi. Birinchi savol. Sizlar egiz boshliq oyoq kiygan qizlarni bakrak jalb qaraysiz qilamsizlar? Past boshliq oyoq kiygan qizlarnimi? 3 2 1. Egiz oyoq deganlar qo'l ko'taringlar. Ishkaylan. Past boshliq oyoq kiygan qizlarni jalb qaraysiz qilma deganlar qo'l ko'taringlar. 2 ya, xo'sh. Endi masalga balki menlar qo'l ko'tarasizlarmi? Sizlar chiroyli yasnib yurgan ayolga bakrak qarag'inglar kelamdi? Normal yurgan ayollar qarag'inglar kelamdi? Xo'sh, yasnib yurganlarga deganlar qo'l ko'taringlar. Normal yurgan ayollar qarayma deganlar qo'l ko'taringlar. Qirim qilgan ayollarni yaxshi ko'rganlar qo'l ko'tarib yiqinglar. Qirim, hech qanday qirim qilmaydigan ayollarni yoqtirganlar qo'l ko'tarib yiqinglar. Qizlarni demakchi-ya, ayollar. Xo'sh, endi qizlar savolinglar bo'lsa so'rsanglar bo'ldi. Men xeyli yaxshi bir akab qo'ydim ha yigitlarni. Qalanlar nima uchun degan savol agidimi? Ben birinci numaralı Mayır'dan bir sorup baksam bulamdı. Siz qarsam egiz başlıq ayaq kiygan qizlarni taza yaxshi ko'rmaydigan qilsiz, ondan boshqa girim qilgan qizlarni ancha bek yoqtirib ketmaydi ekansiz. Navodi kelgusidagi turmushingizda men bo'lib qolsam, men odatda paka başlıq oyoqlarni taz yaxshi ko'rib kiyib ketmayman, chunki mening kasbimga mos kelmaydi. Jiddiy holatlarda chiqadigan ishlar bo'lib qolsa-chi. Shuni amalda kiymayman. Ashta bo'lgandan keyin
Navada men sizning keyingi turmushingizda men bo'lib qolsam, men cho'qim grim qilishni yaxshi ko'rgan, egiz boshni oyoq kiyishni yaxshi ko'rgan qiz bo'lsam, siz qabul qila olamsiz. O'zingizning yaxshi ko'rishni men qilmang deb turolmayman, ha. Shuning ham kuniman deymanmi? Shunaqa. Sizni grim qilmang desam, sizmi yo'q deb qilmayman deb turolmaysiz. Men o grim qilmagan, grim qilganga o'sh deganlik emas. Pek vahshiy qilayotganlarga pek demoqchi-ku. Yo'q, mening deganimchi, inim. Men odatda o'zimmi pek qiynoq grim qilganlarni yoqtiradigan odamlar qatoridan emas. Mening grim deganim normal holatdagi. Normal bo'lsa bo'ladi. Lekin siz grim qilmaydigan ayollarni, qizlarni yoqtiraman deganga qo'l ko'tardingiz. Mening grim qilmaydigan deganim, atigini yuzni yuvib chiqqan holatni ko'z oldingizga keltiringlar. Atigini yuzni yuvibla, chechini ya bir turmallaydi, ya bo'lmasa bir tal bo'g'di va yoki ixtiyori qo'ydi. Aldirashchilikda ish qilmagan bir ayol bilan az to'la grimini qivilib, yasangan holatda liftga chiqqan ayoldan qaysi qaraysizlar desam, ma ishqinglar, grim qilmagan qaraymiz dedinglar. Nima uchun grim qilmagan qaraydiganlarni endi o'rtaqlashib baqsaq bo'lamdi? Bak qiynoq deb o'ylayapman-da. Siz urg'imda qiynoq grim qilgan dedimmi? Demadim. Yo'q. Faqat grim qilgan dedim. Men anadan deb qiynoq qilgan deb tushunyapman-da. Undaq bo'lsa qayta tanlamsizlar. Grim qilgan qiz ayollarga amraqraqmi, qilmaganmi? Endi qaytadan tanlash to'g'ri kelsa qo'linglarni qaysiga ko'tirsizlar chiqinglar? Qilganga. Demak, to'tli o'g'il bola nisbatan grim qilgan, yasinib yurgan qizlarga nisbatan jalbkor his qilamiz demakchi. Ikkinchi nomerlik mayerdan savol so'rab baqsam, bugungi grimim yarashibdimi? Yarashibdi. Sizcha qandayroq ta'sir berdi qilgan grimim? Qiynoqmikan, odatdagidek grimmikan? Uni qarsam ham debakmi qiynoq emas, normal. Normal grimmikan. Bo'ptimi, mushigirim odatda mushigirim bilan yursam, yiningizda qabul qila olam degansiz. Bo'ldi. Bo'lamda. Bo'ldi. Salom. O'g'illarcha deydi-ku odatda. Grim qilmagan qizlarni yaxshi ko'rmaymiz deb. Amaliyotda abay siz degandek grim qilgan qizlar bekra qaraydi. Masalan, yasangan qizlarni hozir ham mashta bo'lib ketdi. Odat televizorlar rangli bo'lib ketdi. Rangsiz televizorni hech kim ko'rmaydi. Shunga o'xshash meni ideyalarim shunda. Bu o'g'illarning hozirligi grim qilmagan qizlarni yaxshi ko'rmaymiz degan gap bir yolg'on bo'lib qoldi deb qo'ymayman. Bularmi shunga yolg'onligini o'z baldirib his qilib qaytirib oldi. Ikkinchi nomerlik Humayr boya dastlab dedi-ku, men grim qilmagan qizlarni yoqtirmayman deb. Bu gapingizda yenib siz bosh deb bo'ldingiz o gapni. O'g'illarning gapi degan atqan o'q. Masalan, men grim qilmay yursam yeningizda grim qilgan chiroyli satang bir qiz bola yeningizni o'tib kelsa, qaramaslik kapolat bera olamsiz? Bera olaman. Yolg'on gap qilmang. Sigrlar o'ylashib gap qiling. O'ylashimmi men gapni? Men grim qilib chiqqan bilan grim qilmaganni oldim, baksatmayman. Tabiiy oldim. Mayli, men qabul qilaverman. Qanday bo'lsin, o'zim yaxshi ko'rgan odamning mayli grim qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin, men yaxshi ko'rib aralashdim. Cho'qim qanday ifodasi bo'lsa men yaxshi ko'raveraman. Rahmat. Amaliyotda bu grim qilish, kiyim-kechaklarni yaxshi ko'rish ayollarning yana hayotga tutgan bir turli pozitsiyasi. Endi bayatdan ma'lumlarni to'g'ri gaplarni qilib berdi sizlarga. Yetaklash xarakterida yig'ib berdi temini birgaga. Chekdan ishib ketmasa, normallikdan alqib ketmasa, oila iqtisodiga haddidan ziyada besim qilmagan ahvol ostida ayollarning chiroyli yurish turishga intilishi, o'zini tuzab yurishi bu bir did masalasi. Hayotni suyish masalasi, sizga bo'lgan hurmat masalasi bo'lishi mumkin. Ya'ni erlarni hurmatlayotganligi, uning tuyg'usiga hurmat qilayotganligi, uning go'zallikni istayotgan, go'zallikka intilayotgan holatiga hurmat qilayotganligi bo'lishi mumkin-da. Shunga men savol so'raganda cho'qim savolimning o'ramiga diqqat qilinglar. Mening talaffuzim bek aniq-ku. Qiynoq deganda men hech vaqt qatmadim. Ziyoda degan gapni qilmadim. Shunga normallikda tafakkuringlarni qanot yaydirib vasanglar bo'ladi. Xo'sh, qizlardan bir savol so'rab beray, ya. O'zi kelishgan emas, lekin iqtidorni kuchli o'g'illarni yoqtirdiganlar qo'l ko'tarib beqinglar. Kelishgan. Iqtidorimi normal o'g'illarni yaxshi ko'rdiganlar qo'l ko'tarib beqinglar.
Menimcha bu yerda savol chiqadi. 2 numaralık mayardan so'rab baksam, chiroyi kelishgan emas, lekin iqtidori kasbga masalan o'zing qilayotgan ishiga pishiq o'g'illarni yoqtiramsiz siz. Hemen şu o'zi kelishgan o'g'illarni yaxshi ko'rma. Yolg'on gapirsan bo'lmaydi bu yerda. Iqtidori yaxshi bo'lsa, kelishgan bo'lmasa mayli deb men bu yerda yolg'on aytishning hojati yo'q. Chuqum ko'nglimdagi deyishim kerak. Men bek rost gap qilmay odat-chi. Mening xiyolimdagi kelgusida bo'lgan talabim shu. Men kelishgan o'g'illarni yaxshi ko'rman. Rost gap qilsam bo'lmaydi buningga. Men so'ramoqchi bo'lgan savolim shu chiroyi kelishgan bo'lmasa, chiroyi normal, lekin iqtidori bor demakchi. Endi chiroyi deganda choy quyib ichilmaydi-ku, qiz bola chiroyi bo'lsa, masalan, o'g'ilning bo'lsa, o'zining iqtidori, talantiga beqib qilib ba'zi ishlarni. İnim, siz o'zingizning taqdirqiga qancha numar qo'yasiz? O'zimning taqdirqima bu qoladi o'zimga. Siz o'zingizni kelishganlar qatoriga kiraman deb ayta olamsiz yoki kirmayman deb qaramsiz? Kirim deb ayta olayman-da, o'zimning ishonch bo'lgandan keyin. Undaq bo'lsa siz Almiraning shartiga tushgudaksizmi? Siz kasbga pishiq degan alohida ta'kidladingiz. Demak, bu nuqtada siz kasbga pishiqdek tursiz. Men o'zimning kasbiga pishiq oshpazlik qilayotganlar 5 yil ulab qoldi hozir. Demak, o'zingizning kelishganlik darajasiga ishonchingiz bor. Xo'sh, undaq bo'lsa, udul so'rang. Menga nisbatan qanday ko'z qarashingiz va sizning ko'zga o'lchamingizni to'shamdi kelmay yo'qmi? To'shmay aytgansiz. Qaysi tarafdan? Menlam bu balni qiyinmay menlam gap qilay. Ha. Mayr nima Almiraniki o'lchimiga bu bal to'shmaydi. Birinchi nima ishqa deganda bu bal biza biroz yuvash. O'zicha yuvash. Endi mushu balga nisbatan aytganda 5000 yuan maash olaman dedi, o'zining iqtisodiy kirimimi yaxshi 5-6 ming yuan maash oldi. Lekin Almira bu xil tipdagi yuvash balalarni yaxshi ko'radigan xarakterda emas. Chunki Almiraning iqtisodga ehtiyoji yo'q bu Almiraniki. Iqtisodni o'zi yarata oladi ekan. O'zi ham girimchilik qilib, ham naqshlarni aytib, iqtisodiy jihatdan bundoq bir yo'lanchiq izlamaydi bu qizlar. Bu qizlarning izlaydigani nima deganda, ko'zdan bundoq bir vallat o't chiqara oladigan, bundoq bir jazbidor o'g'il bola bo'lsa, o qizlar uniki iqtisodiga, u narsaga qaramaydi bu qizlar. Men shundoq deb o'yladim. Aşı özü şundaq bir özünün közünü ot çıqara alaydigan şundaq bir kelishgan alqi mingshingla mundaq bir qamatdiki mundaq bir çolpanlar bor-ku, mundaq qamatdiki yigitlarni yaxshi ko'radigan qizlarchi bu. Özünün ko'ngli yaxshi ko'rsa bo'ldi-kin, men yaxshi ko'rsam ko'rmasammi, meni yaxshi ko'radigan odam bo'lsa, men mundaq ashnaga tayinib mundaq turmush kechirsam deydigan tipdagi qizlar emas bu. Chunki men ayol bo'lganki qizlarni men tushunaman. Shundaqmikin deb o'ylayman-ku Almira, rasmi ya? Raskip. Mellam deb piray bo'ldi. Almiraning xarakteri bilan amaliyotda ma'u Ali ukimizniki xarakteri sal o'xshab qoldi. Men Ali ukimiz uning bir xil xarakteri bor ekan, masalan, moto haydashni yaxshi ko'rman deb balki men dalalarda bunday yurishni yaxshi ko'radigan o'xshamamsiz? Shundami? Men tunigun qarsam ma'u bedenlerde bir çekken nimeleriniz var ha? Benim fuyerim Vinşinşi. Şu Vinşinşi Bu gapni aytmagandingiz ha? Ya. Ha? O'zingizning kasbimi o? Ya, mening qiziqishim. Qiziqishingizmi ha? Men qarsam, endi bundaq nima qildigan bolalarning qanday xarakteri bor deganda bir xil mushu dalalarda yurib o'ziga qitsi qiladigan xarakterdagi bir bolalar bu. Ameliyatda mayaga chiqqanda bu edijafkimiz jim turgan bilan bir xil bir o'g'ilvalliq qiziqadigan turlari bor. Ameliyatda Almiraga nima qildigani mushu xarakterdagi o'g'illar demakchi. Ashtaqmiki deb o'ylayman ku Almira. To'g'ri. Xo'sh, biz endi ikkinchi bosqichni yig'ish oldida turyapmiz. Lekin yanala men o'ylasam, ustozlar shundoq yaxshi yetaklayotdi. Biz ko'pchilik fursat bersak-mi, yana ma'lum bir jiddiylik kayfiyatimi qandaq yoki bo'lmasa o'g'illar tarafdan ig'ir besiqballar ko'proq chiqib qoldimi? Qizlar
tashabbuskorlikni xohlamay qelyapti. O'g'illar tashabbuskor o'ringa o'tmayotgani uchun-da, shuning eng oxirgi bir savolni tashlash bilan men ikkinchi xaltamizning og'zini itaman. Bu savolni o'rtaq holatda hammanglar javob bersanglar bo'ladi. Navbatda go'zallikka intilish hamda xonim qizlarimiz uchun o'rtaq tema bo'lib qoldi. Bu go'zallikka intilishning ichida kiyim-kechak faqat bir kichik tarmoq videoda ifodalangan. Uningdan sirtmi nurg'un intilishlar bor. Masalan, qiz ayollar hozir husn jihatdan o'zining aslidagi chiroyiga qaraganda texmi go'zal bo'lishga intilib bir turli texnikalarga yaqin kelyapti. Xo'sh, mushni yaqinlaydiganlar aramizda qanchalik? Bo'ladi, husn tuzash yaxshi ish deb qaraydiganlar qo'l ko'tarib yiqinglar. Qizlar tarafdan 3 odam, o'g'illar tarafdan 3 odam. Har ikki tarafdan Zikrullah bir o'g'il, qizlar tarafdan Alfira. Sizlar yaqinlamamsizlar? Fikringizni anglab boqaylik. Men tabiiylikni bekrak yaqinlayman. Chiroyli bo'lish yaxshi. Abay deb o'tgandek, yangi olgandan bani yarashtirib kiyimiz degandek, shu bar chiroyimizni chiroyliroq yasab yurishimiz yaxshi deb o'ylayman. Jo'ron qo'g'izishni bek chong nimasi yo'q, ammo men tabiiylikni bekrak yoqtiraman. Endi Mishada qarshi fikrdagidamda. Men birinchi nomerlik mayirning fikriga qarshi turman. Chunki meningmi o'zimningki qilayotgan ishim biza men o'zimningki to'y qilgan Misha ma'bdimni xohlaydiganim jinron qilsa men xohlayman. Chunki men bir xil olmay fungagamroqchu. Masalan, qaysi chekkich qabul qila olasiz? Qalbki o'qilurishni qabul qila olamsiz? Qila olayman. Ikkinchisi, burun ko'tirish. Qabul qila olayman. Qapoq yerish. Qabul qila olayman. Kastirish. Yuzni kichiklatib o'qil urish. Qabul qila olayman. Demak, yuzirga xili jiqyalarga cheqilyapti, ha? Qabul qila olamsiz? Qila olayman. Qash chekish. Qabul qila olayman. Xo'sh, undaq bo'lsa, siz bilan tan qo'l ko'targan mush yigitlar, mush hozir 5 turlik masala chiqdi. Meni qabul qila olamsizlar? Men hozir e'lig'im qizlarningki grim qilishni qabul qila olmayman, lekin ba'zan qizlar va grim qildim deb, masalan, badanningki putqollarga chekim chekib oldigan, ayda ishlar va ularni men qabul qila olmayman, yoqtirmayman. Chekim chekib olgan. Badan chekmasini yaxshi ko'rmaysiz? Badan chekmasini yoqtirmayman. Yiningizda badan chekkichki bir ustam turibdi-ku bo'lmasa. Alining qo'shimcha kasbi badan chekmis qilar ekan. O'zidan so'rab beqma, hozir yiniga kelib badan chekmis qildirgan qizlar qanchalikki? Badan chekmis qilgan qizlar qanchalik hozir jamiyatda? 80% egallaydi. Men sening fikringga qarshi turman. Chunki hamma odamning tug'ilgandan keyin o'zining terisi bo'ldi. Ya bu badan cheksin, ya chekmasin, yoki jinron qilsin, qilmasin, bu o'zining erkinligi. Bu badan chekmasa hech nimani belgilayolmaydi. Faqat bu bir sunnat. Men ayinchoq chekkan vaqtimda uydagilar qarshi turgan. Mening butun badanim to'shaq. Chunki bilkingizdan bormi? Bilak butun badanimda. To'shaq. Chunki men buni yaxshi ko'raman. Bu balımı çekmesi gerekti de? Çekkel yaxşı koymayman dedi. Bu mu bunun erkinligi? Doğru. Alican mı dedi? Çekilganı yaxşı koyduğanlı var. Bu mu onun erkinligi? Bu yada işkandak bir xil ahlaki görögeliş yok. Yo'q. Bizmi o maqsadlarda bu savolni o'tirib qo'ymadik. Faqat ko'z qarashini o'rtoqlashmoqchi deb Allah. Bir narsa aniqki, bu jinron qilishning o'zi amaliyotda shu jenshin qilgan bolaning ba'zida muskul chiqarman deb steroid deydigan ukul bordi. Hormonlik ukul uğunla hech qanday farqi yo'q. U xuma qildi. Hem bedeniga ig'ir darajada ziyonliq. Bu aniq. Meyli inkini kichiltib o'qsin yo qalbini kichiltib bo'lsin, buni xuma bo'ldi. Buni to'xtatib cho'ngaytib urdi. Cho'ngaytamdi ya. Neymiş qilsa, bunun xuma bo'ldigan ish. Bu amaliyotda bir xil zibeyning qizlardagi bir xil o'zini kamsiz tuyg'usidan shakllangan qo'rqishdan kelib chiqadigan bir harakat. Shunga bu jinron qildigan qiz bolalar hargiz to'xtab qolmaydi. Yili qapqini, yili bunini, yili qo'liqini, yili bishimizni qanchanda qiygan siri vəmmey emasdek bir yeri kamdek his qilaverdi. Bu xil his tuyg'uda bular o'z bilib bilmay badning hambirini tugashtiribdi. Sizcha bunda qizlar davolanishga ehtiyoji bormi? Psixik jihatda. Bunda qizlar albatta
bunda qizlar emas, sizmi davolanishga muhtoj. Bu dunyoda psixika davolanishga muhtoj emas bir odam bo'lmaydi. Faqat ba'zilarning masalasi uning turmushiga bek cho'ng ta'sir qilmaganligi uchunla uning alayda davolash izdishning hojati yo'q. Masalan biz faqat birimiz og'riganda doktorxonaga kiramiz. Ham sizning biriniz og'rimay turibmi, salomatligingizdan chataq chiqaverdi amaliyotda. Badningiz og'rig'ini u salomatlikning buzilib bir chek yetib bo'lgan vaqtda. Ham og'rimagan vaqt uchudisi men hech qanday yerim og'rimidi deb siz doktorxona tekshirsangiz amaliyotda allburun odam ichki organizmlari ma'lum darajada sunqay bo'lib bo'ladi. Ammo signal vermaydi xolos. Charchashmi shu? Charchab bir chekiga yetib ketganda odamning nerv sistemasi hargiz signal vermaydi, charchadim demaydi. U hamdan charchimdim deb qaraydi, tok yiqilib tushishning sababi shu. Shunga amaliyotda bu xil jinrung qilishning tetiqilish bu orqali o'zidagi sunzayganni anchonganni izlayman desh tipdan bir xato ish. Buni xato degani qilayotgan xato deganlik emas, sen u orqali hargiz o'zing o'ylagan muddaq yetenmaysan deganlik. Chunki u bir go'zallik qo'g'ishyapman deydi-ku. Bu güzellik qo'g'ishman deganken onun güzellik tuyg'usi kam degan gap qo'y. Odam kam narsani qo'g'laydi-ku. Hargiz o'zida bor narsani qo'g'ilmaydi odam. Demak, güzellik tuyg'usi kam. Bu xil güzellik tuyg'usini u badanni o'zgartirish orqali erishman deyotdi. Ammo erishamaysan, mushir xato demak. Hargiz qilayotgan xato meni go'zam siqmidi, sen bunda qilamsan deb aytganlik emas. Bu yerda xato deganlik sen shu ish qilayotgan ish orqali o'zingning güzellik tuyg'usini topolmaysan. Aksicha texmi bir xil güzel emasdek ko'rinsan degan avval bor. Biz shunga masalan James Bondni nurg'un bolalar muskullari o'kulurdi, ulg'an sira bizga u qattiq qomatli ko'ringan bilan o'zining ko'ziga kichikdek ko'rin, to yetarlik emasdek. Texim uyg'unish kerakdek ko'rinaverdi, uraverdi, oxir Gaven su braqli kadin chiqib uning iliqi nima deymiz salomatlik bo'lgan ta'sirini iliqi tasavvur qiyg'isiz oldi ziyonliq bo'lgan. Mana bu odamlar mana shunday o'zini tugashtirib olgan gap. Shunga bir nuqtaga biz diqqat qilishimiz kerakki, odamlar sat bo'ladi. Bu odamlarga masalan bir odam 100 odam 100 xil ko'rinish mumkin. 100 xilli ko'rindi. Bu 100 xil nemish ko'rindusi 100 xil odamning vujudidagi mush odamga bo'lgan ko'z qarash, mush odam bo'lgan hissiyot qarshi tarafning buningdagi obrazini o'zgartib turdi. Shuni biz o'zimizning sat taraflarini, sat holatini, asli holatini quchoqlamaguncha biz mangu charchashdan qutlanmaymiz. Sat bo'lish nachar ish emas. Rohat ish. Ondan bu rohatlik oningdagi qarshi taraf ta'sir qilib, uningda bir xil go'zallikni shakllantirdi. Agar biz bu xil sat holatimizni yaxshi ko'rmaydi ekanmiz, bir umr chiroyli bo'lman deb bek charchab ketamiz. Yana birisi odam döt bo'ladi, döt holatini yaxshi ko'rish kerak. Agar unda qo'ymagan aqlli odamning rolini teyman deb mangu charchaydi ham bilimsiz bo'lib qoldi. Shunga mening hamda teaching qilib qo'ydigan nima deganda bu xil haddan ziyod go'zallikni qo'g'lishish amaliyot bir xil zibbeganning ifodasi. Bu hargiz go'zallikni qo'g'lish emas, balki nimasi go'zallik tuyg'usining kamligidan bo'layotgan bir ish. Buni hargizmi u xil usulda tugatgan bo'lmaydi. Hamda Vinshin kelsak, Vinshin bir madaniyat. Hamda bu Vinshin qilish xatomi, to'g'rimi deganda bu qilmishdagi xatolik to'g'ri emas. Nemish qilishga sabab. Ba'zi odamlar yordam qilishimi xato. Nemish xato esa maqsad xato. U faqat nima esa mushunga bir yordam beradigan bir odamning obraziga kiryotdi. Shun bu yerda qilmish emas, nemishqa shunday qiladi degan sabablar. Shunga Vinshin madaniyatini tushunib, mush to'g'risida bilib, mushundan huzurlanganlar bor. Bo'ladi. Yaqimiz ba'zilar va do'stim qildi, modu bo'pti, bu yerda elijan degandek 180% adam qildi, men nima ish qilmayman degandeklar. Buning o'zi nima esa amaliyotda xato hisoblanadi. Shunga biz ba'zi qilmishlarga hukm qilganda nima ish shunday qildi deydigan bir sabab bor. Mening sizning chaqitingizga bir nurishim to'g'rimi xatomi? Buni bilmaysiz. Taki men nima ish o'dim, balki mushar bir chayon bo'lishi mumkin, o'g'am bo'lishi mumkin, to'g'ri bo'ldi. Bakadım ochiqimni bosolmay usam bu xato bo'ldi. Shun biz qilmishlarga xato to'g'ri deyish, bu ballash tafakkur. Hatta kishilarni eski yaxshi deyishmi, yudaklash tafakkur u xato. Dunyoda eski yaxshi deydigan odamlar bo'lmaydi. Biz undaq turib armaymiz. Bu amaliyotda ballarning kichik vaqtida
manda adam eski manda adam yaxshi deb shu idisida cho'ng bo'lganlikdan derak beradi. Men Ali Malimning degan bir og'iz gapiga radiya bersam bo'lamdi. Menimcha shu Ali Malimning mush jingron qilish xato degan gapiga men radiya berma. Nimishqa deganda bu ayollar go'zallikni yaxshi ko'rdi. Mayli ayollar bo'lsin, mayli erlar bo'lsin. Endi men o'ylayman, men shu go'zallik saloni ochganligim uchun jiq odamlar ish qilib go'zallikni yaxshi ko'rdi. Biz ayollar tug'ilishimizdan go'zal bo'lishni, go'zallikni yaxshi ko'rish emas, jinim fikam. Go'zallik intilish bilan go'zallikni yaxshi ko'rish o'xshamaydi. Dunyoda go'zal narsalar bekchiq. Bir tal qush, hatto bir tal itmo go'zal bo'ladi. Ama ya da sizden güzellik intilish. Men bayatın dedim, siz gapimni yaxshi tushunmayapsiz. Güzellik intilish deganning o'zi sizde güzellik tuyg'usining kamligidan bo'ladi. Odam shu o'zida kam narsani to'liqlayman deb bir narsa intiladi, qo'sqingiz oshsiz, tomoq yeysiz. Buning o'zi sizda energiyaning kamligidan tomoq izlaysiz. Güzellik intilish deganning o'zi güzellik tuyg'usining kamligidan derak berdi. Shunga ayollarning bunday qilishi xato deganim. Herkes sen xato qilibsan deganim emas. Mening korim yo'q. Ama bu yerde fakat sen ziyallık, sen güzellik duygusunu, kamlıkını bu arkalık tolduramaysa sen ziyallık dep mandak eskertiş. Herkes ayıpleşemez. Siz bu ziyallık deseniz hem başkalar kanda düşünü aldı deseniz bunu hata okşaydı dep hata oylap. Benim kıvatkan kesbim şu tursa. Sizler bu bundan Almira. Erler ayal bu bakmagandikin ayalının hissiyatını herkes düşünmey. Bunun değil ki kapı olup, talışıp gitadigan iş emez. Ali ayal bu bakmagan. Ayallarning hissiyatini, nimaga ehtiyojlik, nimaga muhtoj ekanligini Ali his qilolmaydi. Yuzaki his qilgan bilan ichki hissiyatida ayolning hissiyati bo'lmag'achqa uni his qilib bo'lolmaydi. Shunglashqa Ali o'zining ko'z qarashidaydi. Men xonim o'zimning ko'z qarashi emas, men necha dedim, men ilm-pay so'zlardim. Sizning da'vatqining o'zingning ko'z qarashi, sizlar faqat mening gapimdan beyaram bo'lganligim uchun qo'g'inibsizlar xolos. Adam ba'zida haqiqatga rost narsa tikilib qaramasa o'zini aldashdan boshqa narsa emas. Shu ayollarning go'zallik intilishning o'zi amaliyotda zibega o'zini kamsitishdan boshqa narsa emas. Chunki bir ayol uchun grim kiyim orqali xushallik tepish bu bir afsonarlik ish. Bu to'lim afsonarlik ish. Bu intayin bunday aytgan vaqtda intan tuvan qatlamdagi odamlarning qilgan ishi. Bu dunyoda odamning xushallik izlaydigan narsa bekchiq. O çoğunzav qilish, yaratish, dünyanın insaniyetinin sağlamlıqıydı. Mandaq çoğun gıcı boğanda anındagin bu adamın hayat ma'nilik oludu. Bir adam, bir ayal, bir ömür kiyim arqılı xushal tapsa, bu degan tulum afsonarlik ish. Şuna bu yer mening da'vatgan gapim sillik emas. Balkim sizning qizingning qiziq ta'sir qilishi mumkin. Shu qandaqdir mening maqsadim bu yerda turadigan 4 yoki 2 xonimni o'zgartirish emas. Mening maqsadim nima esa qizlarning, ayollarning, bundinki ayollarning texmi to'g'ri bir yo'lni tepish uchun men faqat nima desa bir rost narsani eskartib qo'ydim. Men bir kichikda bir shu gaplarni yig'inchoqlab boqay. Demak, masalan, ma ba'zanlar yanda aytishgandi deb kesidi shunda mama yanda ko'z xaltisini yo'qtidi. Ma şu an nimam yo'q deb qo'shqapig'im yo'q deb kesidi. O bu şu qizlarning tizib eganligidan men chiroyli qolay. Ma yarim sat bo'lib ketdi, tabi xerchiroyib qoldim deb shu tizib eganni yo'qtish uchun kesidi, oldirdi. To'g'ri? Demak shuni tushundim men. Tizib egan shu. 为什么他没有我有，我也要像他那么漂亮，我才把他搞成双眼皮啊，去怎么样？Amdiki gap xonim mishal qo'shim chiqib, shuni zibegani tugdim deb qildi. Endi tugamdi zibegan degan bir. Shu aşk qizga to'g'ri bo'ldimi, bo'lmadimi? Chiroyli bo'ldimi, bo'lmadi? U o'ziga chiroyli ko'rinmaydi yana. O'zining ishi bo'ladi. Endi ba'zanlar tag'mi kesadi, tag'mi yo'qtib, tag'mi sat bo'lib ketib qoladi. Ba'zanlar chiroyli bo'lib qoldi. 就这么个问题我觉得。 Lekin men bu bir yig'inchoqlab qo'ysam, amaliyotda bu har bir odamga güzelleştirish masalan har xil shakl güzelleştirish bekchi qo'yib ketdi Mayra degandek. Mayli nima ish qilsin, bu yerda eng go'zal odam kim o deganda eng go'zal odam o'ziga ishongan odam. Bu o'zi ishonch asli qila olgan odam andan keyin bir ishlarni dadillik bilan qila oladi. Ham bu yerga o'ziga ishonch tepish uchun andan keyin o'ziniki kam bo'lgan abay qilmagandek ilqi musharim unda xo'p qolgan aniqlay deb qildi. Lekin
men ko'rgan nurg'un ayollarning ko'pinchisi mushu jihat haqiqatan muvaffaqiyat qozonganlar bor. Masalan, hattoki o'zini go'zallashtirish orqali burun yigitlar shundaq, yigitlar hozir uni buni degan bilan yigitlar yana nurg'un qizlarning ichidan da qarsa hamma inson go'zal narsaga intildi. Bu go'zal narsa o'zida yo'q bo'lganligi uchun emas, o'zida go'zal narsalar bor. Şundaq tursimi insonning tabiati albatta go'zal narsaga intildi. Qalbi go'zal inson go'zal narsaga intildi. Agar uning qalbi go'zal bo'lmasa, u go'zal bo'lmagan yerlarda yurdi degan gap. Qandaqdir endi go'zal narsaga intilishi o'zida bu narsalarning hammasini yo'qligidan emas. Rahmat. Xo'sh, bir qiziqarliq tamsillar bizgacha kelgan-ku. Eshkiga shuki bilan balasini assa, bichara eshakni qiynabdi, deb balasini tushirib etib, shuning bilan adam bo'lgankin birisi meni vascho desa, balasini o'zini qo'shib minsa, voy bichara eshak o'val olmamdi desa, yuknim tushirib etib eshakni shuni saltanglar ap mangsa, bir eshak tursa nemishki yukni atmay adam minmay degandek. Demak, odamlarning har xil ko'z qarashlar ichida qaymoqib qolmasdan, qulug'inglarning suzguchini obdan tangshab, qabul qilishga tegishlik, o'zinglar qabul qila oladigan doiradagini ap qilinglar. Qabul qila olmaydigan doiradagini azroq yanga ap qo'yib, keyin o'g'inish oldida turimiz-ku har vaqt tishimizning cho'ng bo'lishi bilan davomli o'g'indikanmiz. Shu chaqda qabul qildiganlarni yanchiqinglar, qachlab meninglar, asqetib qola. Qilmaydiganlarni tashlab meninglar, yuk qilmanglar. Mushtaqra xuloslab turamdiq. Rahmat, ma'lumlam japat atdinglar. Xo'sh, biz endi bir naqsha anglab, kayfiyatlarimizni to'g'rilab, o'zimiz haqida, o'dilmizda turgan qiz-yigit haqidagi tanlash yoki shallash masalasini bir oydinlashtiradigan sizlarga vaqt beramiz. Qani, birlikda naqsh anglaylik.
şeylerden hemkarlaşıp çakırımız. Naqshni anglab boldik. Endi shu chiroqni o'chirib etish yoki saqlab qolish qarorini qiz yigitlar o'z ixtiyorlaringlar bilan chiqarsizlar. Men sanoq sanashdan burun ma odamning tili ichida qolsa qoid bearam bo'ladi. Ash gapni davosam-chu deb. Davog'inglar bor, so'rovog'inglar bor. Masalalarni o'tirib qo'yinglar. Yana bir savolim bor edi. Masalan, 3 nomerlik mayardan so'ray. Tijorat qilsangiz, masalan, bir kasb qilayotgan ma'nimatlik o'g'illarni yoqtiramsiz, yoqtirmamsiz? Endi kasb qilayotgan siz demaklik o'g'illar jiq. Lekin mening ko'z qarashim ham rasman desam o'ydi. O'zimningki xarakteriga mos keladigan kishi bo'lib qolsa yoqtirmayman. Bu inson yaxshi ko'rmayman. Pari siz necha yosh? So'raveray singlim. Men 28 yosh. 23 yosh. Balkim bu savolni alayda so'rgan bo'lish mumkin. Yana birsiga hamda hozir siz bilatsiz jamiyatda yosh cheklimi anchbek iliqi. O'tirib qo'yilmadi. Hozir asos jihatdan o'g'illar o'zidan cho'ng qizlar yaxshi ko'rdi. Endi mena o'ylig'im hozir shu mena asosli o yosh farqimiz bek cho'ng bo'lib ketmasmi, lekin jamiyatdami o'zimni yoqtiradigan tipik o'g'illar bo'lib qolsa rad qilmayman, lekin u kasb onun bilan cheklanib qoldi. U kasbdagi masala emas. Asosiy masala endi shu ko'ngil masalasi. Tushunishlik bo'ldimi aynim? Tushunishlik bo'ldi. Diqqat. 3 2 1 oxirgi tanlashga kiringlar. Nimtomaq yig'inglar bor, hozirlikda kiralsa, Elchi to'y mulozimat chekish shirkati Juplarning Shirnay sayohatining barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Diqqat. 3 2 1 oxirgi tanlashga kiringlar. Oxirgi tanlashga kiringlar. Qarang'ulik qilib kirib ketdik-ku mana. Birmi chiroq yiqilmay. Bo'pti. Bugun keskin munozira ustozlarning sizlarni yetaklash uchun aytgan so'zlari, o'zinglarning o'rtoqlashgan teamlaringlar bilan mishagchi bo'lsin. Bu elchi programmasi haqiqatan yaxshi programlarning biri. Men asosan degidek üzüldürmey vaqt chiqib olsam kiryapman. Shu jarayonda yoshlardan shunchalik suyundim, ba'zi yoshlardan shunchalik xush bo'ldim. Ash program orqali qayliqi uzamchi texchu qarang. Av yoshlarni ma'ni g'ijab maskildikan g'ijab o'tkazib fursatni degandek tuyg'ular bo'ldi. Endi shu yoshlarda nima sababdan uchirish vaqti biroz qisqa bo'lg'ashqimi? Ularda o'zaro tushunishgan bo'lib qolib, ba'zi o'zaro maskildigan fursatlar o'tib ketganligidan shunchalik ko'nglim voysetma qolgan bo'lsa, bir turmush yo'liga qadam bosgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi degandeklarni o'yladim. Ammo tushunishgan ekan, shu yoshlar biroz savol so'rash yoki javob berish jarayonida bo'lsin, o'zaro ketkizib qo'ydigan ahvollar biroz ko'rilib qoldi. Bo'lsa, shu yoshlarga mening tavsiyalarim sahnaga chiqqanda jonliq bo'lib o'zining qalbidagini, hissiyotini to'liq bir-biriga bildira olsa, meningcha qarshi taraf bilan tushunishni intayin yaxshilay oladi deb o'ylayman. Ham shundoq bo'lishiga cho'qim ishonaman. Yoshlar meningcha bu turmush jarayonidan unchalik qo'rqib ketmasin bo'ldi. Turmush jarayoni odam uchun bak qo'rqinchli emas. Nurg'un masalalarni turmush jarayonida hal qilib bo'ladi. Ammo oddiy masalalardan opingiz bilan birga turishni yoqtirmay qoldim, tamoq qilolmaydim. Bu masala emas. Odatda bunday ushoq ishlar turmush jarayoni o'ziga hal bo'lib ketadi. Chuqur bir-biriga ishongan, bir-birini tushungan holda ular hayot musobaqasini boshlay oladi ekan. Cho'nglar ularni qo'llaydi, yoshlar meningcha uningdan faqat elsirmsin bo'ladi. Shunga mening deydig'im keng yoshlar texmo tashabbuskor bo'lib bir-biri bilan turmush musobaqasiga qo'rqmay dadil qadam ola olsa degan programma haqiqatan yaxshi bo'lyotdi. Buningdan keyingi musobaqa oldimi? Yana buni to'xtatib qo'ymay yoshlarniki o'zaro uchirish fursati bilan ta'minlab berishinglarni pek umid qilaman. Bo'ladi. Programmamiz oxirlashi oldida sog'lomlik mahsulotlar ishlab chiqarish jihatda izchil ajrni
atrofdagilardan ayamay kelayotgan Şinjan Uzchat xalqaro savdo shirkati ishlab chiqargan yuqori aqsilliq turli badanga ehtiyojli mahsulotlarni sizlarga sovg'a qilamiz. Undan boshqa qizlarga yana Şinjan Lirika Biotexnik shirkati alohida ishlab chiqargan go'zallikinglarga hamroh grim buyumlarni sovg'a qilamiz. Qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajidorligini Şinjan Elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Şinjan Ilg'or uy mulk etish cheklik shirkati, Şinjan Nur Aman uy mulk etish cheklik shirkati alohida qo'llab-quvvatlagan. Elchi programmamizni Şinjan Lirika Biotexnik cheklik shirkati alohida talab qilgan. Nanjing Manur 6-jig'an xalqaro savdo cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlik o'rnatgan. Xayr do'stlar, aman bo'linglar. Kelar hafta esinglarda bo'lsin. Biz bilan didorlashishni unutib qolmanglar. Biz harmaydigan elchilar.